ko'rasizmi va tush ko'rganingizda ko'pincha siz bilan bo'lgan voqealarni ko'rasizmi yoki shaxslarni ko'rasizmi? Shu savolga javob beradigan bo'lsangiz, men aynan tush ko'rishni psixikaga ta'sirini tushuntirib beraman. Olib borilayotgan tadqiqotlarga ko'ra, REM uyqu paytida, ya'ni miya hali ham faol bo'ladi va bu holatda amigdala bilan prefrontal sohalar emotsional xotirani qo'zg'aydi. Bir kun oldin agar sizda qandaydir stressli vaziyat bo'ladigan bo'lsa, REM uyqu paytida bu narsani emotsional xotirani amigdala qo'zg'aydi va natijada sizda emotsional yengillanish bo'lishi mumkin degan tushunchalar bor. O'shaning uchun tush ko'rganda qo'rqib ketish kerak emas. Ko'pincha mana bizda mijozlarimiz bor, nevrozdan, panik atakadan qiynaladigan, stressdan qiynaladiganlar, ko'p tush ko'raman, alg'ov-dalg'ov tushlar ko'raman deydi. Men aytaman, aynan sizning holatingizda amigdala faol bo'ladi. O'shaning uchun siz bilan bo'lgan har qanday vaziyatni u qayta emotsional xotirada takrorlab sizga ko'rsatadi. Bu qo'rqinchli emas. Bu aynan siz uchun kerak, sababi juda ko'p tush ko'rish emotsional yengillikka beradi.